Voydod! Bugun 90 kishilik logistika akalarimizga xizmatga chiqdik. Amerikada logistika sohasida ishlaydigan akalarimizni dam olish kunlari. Agar shu kunlarni do'stlaringiz bilan mazmunli o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Xumsonda joylashgan Zikirla marinad do'koniga albatta tashrif buyuring. Mehmonlarimiz dachaga kelishidan oldin stol ustiga qo'yiladigan barcha yeguliklarni iloji boricha tayyorlab qo'yishga harakat qilamiz. Ko'mirlarimiz ham tayyor bo'ldi. Shashliklarimizni birinma-ketin pishirishni boshlab yubordik. Pishgan shashliklarimizni mehmonlarimizga tortiq qildik. Aytgancha xizmatimiz bochkadagi premium dachalardan biri Bugatti'da bo'ldi. Saunadan chiqquncha mehmonlarimiz uchun muzdekina kokteyllarni tayyorlab berib, bugungi kunimizni ham tugatib oldik. Erta tongda turib, nonushtani ham harakatini boshlab yubordik. Bugungi nonnushtamizda tvorog, qaymoq, tuxum bilan sosiska va ovsyanik kashani berib, kachelida ozgina kayfiyatni ko'tarib, massavani qovurishni boshlab yubordik. Achchiqqina massavani dasturxonga tortiq qildik. Kartoshkalarni qovurishni boshlab yubordik. Qo'y bo'ynini baland olovda yaxshilab qovurib, keyin esa past olovda prezident saryog'i bilan dimlab qo'yamiz. 6 soat dimlangan go'shtimizni suyaklaridan ajratib mehmonlarimizga beramiz. Bizning maqsad siz dam oling, qolganini biz hal qilamiz va albatta biz bilan bog'laning.